Keyingi savol. Okajon, kuxnaga aboy tanlashga maslahat bering. Albatta, oshxonaga aboy tanlayotganda birinchi o'rinda aboyda moyishi, pol moyishiligiga qaraladi. Moyishisini tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi doim. Pol moyishi aboylarda bilamiz, oshxonada o'zi yog' bo'ladi, tutun bo'ladi, qanaqa suv sachlashi mumkin. Pol moyishi aboylar shu kabi holatlarda o'ziga shim bo'ladi, uni artib tozalash muammo bo'lishi mumkin. Birmuncha muammo hosil qiladi. Moyishi aboylarni esa bemalol artib tozalashimiz mumkin va rangiga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Oshxona uchun shu kabi ochiq bejiviy yoki oq rangli aboylardan foydalanishni tavsiya bermaymiz. Oq rangga yaqin bo'lgan aboylar yog' tutun natijasida biroz sarg'ayib o'zini rangini yo'qotishi mumkin. Agar biz to'qroq rang, endi to'qroq bo'lganda ham to'q ranglardan foydalanilmaydi. Oshxonaga o'sha priятный bo'lish uchun ochiq havo rang yoki ochiq hakki, yashil ranglar deymiz. Shunaqangi rangdagi aboylardan foydalanish xonani yana ham priятный qilib beradi va xonani rangiga, oshxonani muhitiga juda ham to'g'ri mos keladi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, gulli aboylardan ham yuqorida turibdi. Gulli aboylardan ham oshxonaga yoki o'tirib ovqatlaniladigan xonalarga qo'yish tavsiya bermaymiz. Hozirgi kundagi urfda bo'lgan bunaqangi mramorda fakturalarni beruvchi, atatinton fakturalarni beruvchi aboylardan foydalansangiz, xonangiz yana ham qimmatliroq va chiroyliroq ko'rinishni boshlaydi.